Ba'zi ayollar eriga shirin so'z aytsa, uni e'tiborini qaratsa va o'ziga yaqinlashtirishni xohlasa, atrofdagilar "Ha, eringni o'zingga qaratmoqchimisan?" deb uni tanqid qilishadi. Ayolda eriga mehr ko'rsatish bu ayb emas. Bu oilaning baxtining bir qismi xolos. Aslida xotinni bir-biriga iliq munosabatda bo'lishi, mehr ko'rsatishi bu sog'lom oilaning ko'rinishi. Erkak ham inson, u ham hurmat, e'tiborga, shirin so'zga muhtoj. Ayolning chiroyli munosabati erkak kishini zaif qilmaydi. Aksincha, unda uyiga, oilasiga bo'lgan muhabbatni kuchaytiradi. Nega biz farzandlarimizga mehr ko'rsatib, ularni bag'rimizga bosishni yaxshi deb o'ylaymiz? Xotinni bir-biriga ko'rsatgan mehrini noto'g'ri tushunamiz. Oilada muhabbat, iliqlik, yaqinlik bu raqobat emas. Bu kimnidir boshqarish yoki o'ziga qaratish emas. Bu ikki insonni bir-biriga xotirjam, baxt va suyanch bo'lish uchun kerak. Eng baxtli oilalarda bitta narsa bor. Ular yillar o'tsa-da bir-birini qadrlashni to'xtatishmaydi. Mehr ko'rsatish erni o'ziga qaratish emas. Mehr ko'rsatish oilani saqlash. Shunaqa. Do'stlaringizga ulashib qo'ying. Yoqqan bo'lsa like, o'zingizlarning fikr mulohazalarni kommentariyada qoldiringlar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Shunaqa.